Pensiya bilan nafaqaning farqi nimada? Batafsil videoni oxirigacha tomosha qilsangiz bilib olasiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videorolikdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Ko'pchilik fuqarolar pensiya va nafaqa so'zlarini bir xil tushuncha deb hisoblashadi. Ya'ni nafaqa so'zi pensiya so'zining rus tilidan tarjimasi deb tushunishadi. Aslida esa bu ikki so'z ikki xil ma'noni anglatadi. Xo'sh, qanday deysizmi? Pensiya bu uni olish huquqi fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida belgilangan shartlarga va me'yorlarga muvofiq aniqlanadigan hamda shaxslarga pensiya yoshiga to'lish, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik munosabati bilan beriladigan oylik pul to'lovi. Pensiya miqdori fuqaroning ish staji va ish haqqiga muvofiq tayinlanadi. Nafaqa fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida belgilangan shartlarga va me'yorlarga muvofiq davlat pensiyasini olish huquqiga ega bo'lmagan shaxslarga nafaqa yoshiga to'lishi, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik munosabati bilan beriladigan oylik pul to'lovi. Nafaqalar qonunchilikda belgilangan qat'iy miqdorlarda to'lanadi. Pensiya va nafaqaning farqi shundaki, kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lgan 55 yoshdagi ayollar va 60 yoshdagi erkaklar yoshga doir pensiyaga chiqish huquqiga egadirlar. Ish staji 7 yilga yetmagan ayollar 60 yoshdan hamda erkaklar 65 yoshdan yoshga doir nafaqaga chiqishlari mumkin, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, shu va shunga o'xshagan foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.